Singlim, yaxshiyam keldik. Maza qilib dildan suhbatlashamiz. Opa, shunaqa chaqirib turing-da, maza qilib gaplashib o'tiramiz. Xo'p, qayerda o'tiramiz? Farqi yo'q, o'zingiz qattiq xohlaysiz. O'rtoq, yaxshiyam kelding. Senga rosa gaplarim ko'payib ketgandi. Yur, biron joyga kirib gaplashaylik. Yurani anikka kiramiz, вообще elegantniy joy. Fotosessiyalar qilishga zo'r. Qo'y. Mana har doim kiradigan joyimizga kira qolaylik, gaplashardik. Vichi shunaqa joylarni tanlab yurasan. Yur bo'pti. Menga farqi yo'q. Yur, ana o'tira qolamiz. Bo'ldi, ketdik. Yuring. Havo zo'ra bugun. Qaytgancha nima yeymiz? Opa, nima kayfiyatingiz yo'q? Nima bo'ldi? O'rtoq, sen chaqirganim sababi bilasanmi, bitta ish orqasidan Muncha ko'p gapirasan, men undan ko'ra rasmga olib qo'y. Xullas, o'sha ishni orqasidan yurdim-ku, hujjatni olib bordim, bitirdim ishni. Nimagadir qabul qilishmadi. Eshityapsanmi? Yo'q, hech narsa. Ko'zlaringiz yetib turibdi-yu, nimadir bo'lgan. Gapiring, nima bo'ldi? Singlim, bilasanmi? O'tgan safar senga aytayotgan ishim bor-ku, o'sha umuman o'xshamadi. Shunaqa ekan, nima deysan? Olmadimmi balkim. Opa, unaqa tushkunlikka tushmang. Siz kuchli qizsiz. Mana yoningizda jigaringiz bor. Xafa bo'lmang, hali hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Rahmat senga. Yaxshiyam borsan. Ha, aytgancha, o'tgan kuni ko'rgan ko'k koftangiz bor edi-yu. Ha? O'shani sizga sovg'aga oldim. Voy! Nima qilarding, ovora bo'lib? Rosa yoqqanda? Juda ham yoqqandi. Rahmat, kattakon. Boringga shukr. Voy, o'rtoq. Mana koftichkani qara, chiroyli ekan, rangi ham chiroyli ekan, olmoqchiman. Qo'ygin. Bu rang yarashmaydi senga. Olmay qo'y buni. Bilasanmi, singlim? O'zi qiz bolaning haqiqiy do'sti uni jigari bo'lar ekan. Yaxshiyam hayotimda borsan. Sen juda ham yaxshi ko'raman. Siz ham yaxshi hayotimda borsiz. Yaxshi kunlaringizga keyin. Rahmat, yurishmanda.